Muslim rivoyatlarida aytadilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarkibida qo'llarini quloq barobarida ko'tarar edilar dedilar. Mana shu hadisga muvofiq biz qo'llarni shunda quloq barobar ko'taramiz va hadislar aytadilarki, shu quloq barobarga ko'targanligini alomati eng ishonchlisi bosh barmoqni quloqqa tegizib qo'yamiz. Mana shu hadis Imom Muslimda rivoyat qilingan. Endi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu rivoyat qiladi, aytadi. E'tibor bering. Men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni eng oxirgi namozlarni ko'rdim. Mana shu oxirgi namozlarni ko'rdim. Va oxirgi namozni ko'rdim dedilarda, Rasululloh namoz o'qishlik shu oxirgi namozdan saqlab berdilar. Oyoqlarini yerga barobardan chiqarmaslik, qo'llarini quloq barobar ko'targanliklari, kindikni ostiga qo'yganliklari. Mana shu namozni Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat hadisda to'liq bayon qilib berilgan. Mana shu hadisga muvofiq biz namozlarimizni ana shu tartibda mana shu tartibda ado qilishlik bizning yurtimizda qadimdan hamma mana shu tartibda namozlarni biz ado qilyapmiz. Qancha necha asrlar o'tib ketdi, 1000 yil oshib ketdi. Mana shu tartibda ado qilinadi. Namoz o'qish tartibimiz shu. Namozdan keyingi zikrlarimiz bor. Mana shu namozdan keyingi zikrni bizning yurtimizga kelgan u bir Saud mamlakatlaridan, boshqa arab mamlakatlaridan kelgan musulmonlar shu namozdan keyin zikrni, duoni jam bo'lishligini ko'rib, jam bo'lib duo qilishni ko'ziga yosh olib yig'laganlar.